Bunaqasi bo'lmagan kanalning qadrli a'zolari, bugungi obzorimizda biz sizlarga мясорубkalarimizni narxlari, xarakteristikasi, polniy hammasini tanishtirib o'tamiz. Bizda hozirda 8 likdan boshlab 42 likgacha bo'lgan мясорубkalarimizni turlari bor. Bularni hozir birin-ketin tanishtirib o'tamiz. Tanishtirishdan oldin videoga like, kanalga podpiska bo'lishni unutmanglar. Qilgan mehnatimizni shu tariqa qo'llab-quvvatlanganlarini ko'rsata olasizlar. Biz bo'lmasa obzorimizni boshladik. Videoni boshlashni aytib o'tib ketaylik. Manzilimiz Farg'ona shahar, ekranlarda nomerlarimiz turibdi. Bemalol aloqaga chiqib, O'zbekiston har qanaqa hududga dastavka qildirsalar bo'ladi. Biz bo'lmasa obzorimizni boshlaymiz. Birinchi o'rinda eng kichkina modelimiz, 8 lik modelimiz. Ko'rib turibsizlar. Soatiga 50-60 kilo chiqaraveradi. 450 vatli motor bilan jihozlangan, tumshug'lari ajraydi, start stopli 229 ta bemalol ishlasalar ham bo'laveradi. Yangi ish boshlagan qassoblarimiz va uyda o'z ehtiyoji uchun chiqaradigan opa-uka, aka-singillarimizga tavsiya qilamiz. Hozirgi kundagi narxi $139 tashkil qiladi. O'zinikidan tashqari bitta setga bitta pichog'i bonus qilib qo'shib beriladi. Aloqa chiqsalar ham bilan garantiya hamma yo'g'ini, hamma мясорубкalarimizga har xilligini hisobiga o'sha aloqaga chiqsalar ham tanishtirib o'tilinadi. Bundan keyingi мясорубкаlarimiz bir boshdan aytib o'tib cho'chqa modellarimiz. Cho'chqa modellarimiz hozirgi kunda bizda 4 xili bor. Ya'ni Raya 12, Raya 22, 32 va 22 ni boshqacha turi. Xo'p, hozirgi kunda bularimiz soatiga chiqarishi 100, 150, 150, 200, 200, 300 kilo tashkil qiladi. 220 tok tishlar, start stoplari bor, zadniy privati yo'q. Xo'p, bunimizdan soatiga 100, 150 kilo bemalol chiqaraveradi. Narx-navolarga keladigan bo'lsak, $320, 350, 380, $350 hozirgi kunda qilib beryapmiz. Bemalol zakaz qilib, dastavka qildirishlar mumkin. Bundan keyingi modellarimiz 2 xil turdagi 12 lik modellarimiz. Ko'rib turibsizlar. Xo'p, bu 12 lik modellarimiz soatiga mahsulotga qarab turib 80 kilodan 150 kilogacha bemalol chiqaraveradi. Motor quvvatlari 950 vatt, 220 tok tishlab, start stoplari bor, tumshug'lari ajraydi. Endi mana shunda bitta savol tug'ilishi mumkin sizlarda. Tumshug'ini ajrashi nimaga kerak degan savollaringa bu yog'iga yoz kelyapti. Yozdan tashqari o'zlarining komfortlari uchun, ya'ni qanaqa? Shu tepasida setkasini olib turib, shu tumshug'ini bo'shatib turib, yoz sharoitida olib borib, muzlatkichga qo'yib qo'ysalaring, buni ichida qolgan отход go'shtlar hidlanmaydi va urinib qolmaydi. Undan tashqari yuvishga ham o'ta ham qulay, oson, komfortli bo'ladi. Xo'p, shu funksiyasi bilan bu narsalar o'sha tumshug'i ajraydiganlar ajrab turadi va narxi ham o'shanga yarasha razza qilishi mumkin. Hozirgi kunda bu 12 lik modellarimizning narx-navolarini $170 dan qilib beramiz. Bularni ham bemalol o'sha yangi ish boshlagan oshxonalar, yangi ish boshlagan qassobxonalar olib ishlatsa bo'ladi. Endi biz sizlarga 22 lik modellarimiz ikkisini tanishtirib o'tamiz. O'z aslida bular bir xil, boshqa zavodniki bo'ladi. Bitta oldingi, bitta keyingi pokoleniya. Motorlari har doimgidek bo'ladiki 1.1 kilovatli, soatiga mahsulotga qarab turib 100 kilodan 200 kilogacha bemalol chiqaraveradi. Bularning ikkisini ham tumshug'i chiqadi, start stopli, zadniy privati yo'q. Xo'p, hozirgi kunda bularning narxlari $270 dan qilib beramiz. Endi xuddi shu 22ligimizning ikkinchi turi, ya'ni 22 lyuks. Tumshug'lari ajraydi. Undan tashqari zadniy privati bor buni. Zadniy privati bor. Bemalol buni olib katta ob'yomda chiqarsalar ham bo'laveradi. Soatiga 400 kilogacha bo'lgan laqim go'shtlarni plus-minus qilib chiqarib beraveradi. Xo'p, hozirgi kundagi narxi keladigan bo'lsa, $420 bemalol aloqaga chiqib zakaz qildirishlar mumkin. Endi uni akasi hisoblanadi. 32 modelimiz lyuks varianti, zadniy privati bor, tumshug'lari chiqadi, soatiga mahsulotga qarab turib 400-450 kilo bemalol chiqaraveradi. Buni komplektatsiyasida ham endi aytib o'tishdan chiqibdi. Har qanaqa Xitoyda мясорубkalarida, turkiyalikda emas, Xitoynikida bitta pichoq, bitta setkasi, hammasinikida bonuslari bilan ketadi, o'zining komplektida shunaqa chiqqan hisobiga. Hozirgi kundagi bu kattakonimiz narxi $590 tashkil qilyapti. Bundan keyingisi 22 lik modelda R modeli, ya'ni 22R, start stopli, zadniy privati yo'q, motor quvvatlari 1.1 kilovatt bo'ladi, soatiga 200-300 kilo bemalol chiqaraveradi. Narxi $590 tashkil qiladi. Xo'p, Xitoy мясорубkalarimiz yana hammasini tugatib ketaveraylik. Ya'ni 32-42 modellarimiz soatiga 150-200 kilo, soatiga 300-350 kilo zavod bergan vaqti, ya'ni chiqarish vremyasi. Xo'p, bular hozir tashqi korpusga uncha ahamiyat berilmagan, lekin motor quvvati deysizlarmi, ishlatilgan materiallar deysizlarmi, hamma tomonlama u tomonlama
kuchli, yaxshi, muyum narsalar ishlatilgan. Korpus chiroyli emas, lekin o'zi moshina baquvvat narsalar so'ragan aka-ukalarimiz uchun. Xo'p, narx-navolarga keladigan bo'lsak, $290 ga $340 hozirgi kunda qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqib zakaz qilishlari mumkin. Endi vertikalniy modelimiz 2 va 1 ya'ni bir tomoni мясорубка, bir tomoni slicer. 2 va 1 narxi $650 qilib beramiz. 22 modelga kiradi bu ham. Soatiga go'shti 150-200 kg bemalol chiqaradi. Endi мясорубkalarimiz ichida eng kattasi hisoblangan 42 lik modelimiz, Xitoy 42 lik start stopli bo'ladi. Motor quvvatlari 4 kW misab motkali motor, xolasalar 220, xolasalar 380 motor qo'yib beramiz. Narxi hozir skidga Ramazon oyi shu narx, ya'ni $1000, Ramazondan keyin $1200 tashkil qiladi. Buni ham bemalol aloqaga chiqib zakaz qilishlari mumkin. Soatiga 1 tonnani indamasdan ag'lay-bag'lay qilib tashlash xususiyatiga ega. Endi biz sizlarga Turkiya modellarimizni ikki xil turini tanishtirib o'tamiz. Ya'ni Turkiya Chadash brendi, Turkiya Bosfor brendlari, мясорубkalari. Bosfor brendimiz hozirgi kunda bizda ikki xil, ya'ni 12, 22 modellari bor. Start, stop va zadniy privati bularda bo'ladi. Motor quvvatlari 550 Watt, buniki bo'lsa 1.5 kW tashkil qiladi. Mahsulotga qarab turib soatiga 300 kg gacha bo'lgan, mahsulotga qarab turib soatiga 500-600 kg gacha bo'lgan mahsulotlarni go'shtlarni bemalol chiqarib beraveradi. Endi bular narx-navolarga keladigan bo'lsak, $550 ga $700 da tashkil qiladi. 224 ta bemalol ishlatsa ham bo'laveradi. Bu Bosfor brendiga tegishli мясорубkalarimizni endi Turkiyaning Chadash brendiga tegishli мясорубkalarimiz. Bu Chadash brendini hozirgi kunda bizda 4 xili bor, ya'ni 12 lik, 22 lik 220, 22 lik 380 va 32 lik 380 modellarimiz. Bular ko'rib turibsizlar, 12 likda hozirgi kunda ikkita bor, start stop zadniy privat bor, soatiga 200-300 kg chiqaraveradi. Hozirgi kundagi narxini $400 qilib beryapmiz, 22 liklarimizni $600 qilib beryapmiz, 32 liklarimizni $700 qilib beryapmiz. Bundan tashqari bizda qo'sob akalarimiz uchun suvayaralar deysizlarmi? Konditerskiy qandolatchilik sohasiga kerak bo'ladigan pechlarimiz, mikserlarimiz, undan tashqari bitta ko'rsating, qassoblarga kerak bo'ladigan patnislarimiz, undan tashqari nержавейка patnislar ham hozirgi kunda bor. Vakuum apparatlari ham bor. Qassob akalar hozirgi kunda ko'p so'rayapti. Bu mahsulotlarimiz hozirgi kunda Farg'ona shahar O'zbek Xitoy savdo uyida turibdi. O'zbekistonda har qanaqa hududiga dastavka qilib beraveramiz. Ekranda nomerlarimiz chiqib turibdi. Bemalol aloqaga chiqib zakaz qilishlari mumkin. Videoga like, kanalga podpiska bo'lishni unutmanglar.